obunachilar malina terib bering degandan keyin ko'rsatib bering qanaqa terishni degan ekan. Mana qizillar olinadi. Mana bular qoladi. Pishmaganlar. Bu ertangiga. Mana shuni katta-kattani olib terib, chelagimiz bor. Kuniga teriladi. Mana shunday kuniga teramizda. Mana pishganlarni olamiz. Mana bu pishmagan yaxshi. Bu ertalabdan teriladi soat 5:30-6larda. Kuniga teramiz mana shunaqa. Kuniga terim bo'ladi bularda. Mana shunaqa olib mana shunaqa olamiz. Mana shunaqa chelagimiz bor. Mana shunaqa katta-kattalarni olib ertalabga tayyor bo'lib pishib qoladi. Marina terish boshlandi ertalabdan. Mana shu qizarganlarni olamiz. Mana shu olib chelakka solib mana ular ertalabgacha pishib qoladi. Hosillar xuddi shunaqa bo'ladi. Ne tagi bilan qaraymiz. Qarab turib, yani oralarda pishadi. Kuniga terim bo'ladi. Kuniga terim bo'lib oralarda teriladi. Mana shunaqa kuniga teramiz. 30 kilo 6 gektardan. Bunday tagi bilan qaraymiz. Kuniga terim bo'lganda mana ular ertalabgacha pishadi. Mana shunaqa qilib terib ko'pga qilamiz 250 grammdan. Mana chelakka teramiz. Bunu mana shunaqa terib chiqamiz. Hammasini.